Samarqand. 5 asr avval bu yerda osmon formulaga aylandi. Mirzo Ulug'bek yulduzlarga afsona kabi emas, balki masala kabi qaradi. Yoy, mezon, kuzatuv, aniqlik. Dunyoning boshqa joylarida osmon haqida so'z bilan bahslashilgan paytda, bu yerda u raqam bilan o'rganildi. Va bu bilim eskirmaydi. U avloddan avlodga o'tadi. Bugun o'sha aniqlik yerda ham hayotni tutib turadi. Suv, ariq yo'llar, dalalar, hammasi hisob bilan. Keyin esa yangi avlodning qo'llari. Muhandislar milliy ilmiy sun'iy yo'ldoshni tayyorlamoqda. Mirzo Ulug'bek va mamlakat ilk fazogirini tayyorlamoqda. Ramz uchun emas, ilm uchun. Orbita tadqiqotlari, tibbiyot va biologiya, o'simliklar irsiyati, yangi materiallar. 2028-yilda Samarqand yana bir bor jahon koinot tafakkuri jam bo'ladigan maskanga aylanadi va inson yerga koinotdan boqqanida hammasi ayon bo'ladi. Kelajak tasodifan tug'ilmaydi. Uni xotira, tafakkur va aniqlik mas'uliyati bilan yashaydiganlar bunyod etadi. O'zbekiston Ulug'bek yoyidan orbitaga.